Assalomu alaykum azizlar. Hozir biz Umra safari to'g'risida ozgina bir tushuncha bermoqchimiz. Safar xo'p, jarayonlari qanday bo'ladi? 14 kun mobaynida qayerlarga borinadi, qayerdan uchiladi, qaysi ziyoratlarga chiqiladi, umra amallari qanday bajariladi? Shular to'g'risida bir batafsilroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Avvalambor Farg'ona xalqaro aeroportidan tushganimizdan so'ng yoki bo'lmasa Toshkent xalqaro aeroportidan uchganimizdan keyin Jidda shahriga yetib boramiz. Jidda shahriga yetib borganimizdan keyin ellikboshilarimiz bizni kutib olishadi. Bu safar jarayoni 5 soat, 5,5 soat muddatni o'z ichiga oladi. Yetib borganimizdan keyin ellikboshlarimiz bizni kutib olgandan keyin avtobuslarga chiqqan holatimizda Madina Munavvaraga yo'lga chiqamiz. Madina Munavvaraga bosib o'tadigan yo'limiz ham 5 soat, 5,5 soat masofani o'z ichiga oladi. Madina Munavvaraga borganimizdan keyin borib yetish vaqtimizga qarab turib mehmonxonaga joylashamiz. Hozirgi reyslarimiz bomdoddan oldin vaqtda yetib borilyapti. Bu vaqtda mehmonxonalar olingan bo'ladi. Mehmonxonalarga joylashilgandan keyin ziyoratchilarimizni Madina Munavvara bilan ellikboshlarimiz tanishtirib o'tishadi. Ya'ni Masjidi Nabaviyda va Masjidi Nabaviyda atrofida bo'lgan ziyoratgohlarni, G'omama masjidini, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu masjidlarini va Baqiy qabristonini va boshqa yana diqqatga sazovor bo'lgan yerlarni, muqaddas yerlarni tanishtirib o'tishadi. Undan so'ngra vaqti bilan o'zi ellikboshimiz xabar olgan holatlarida Madina Munavvara fazilati, Masjid Nabaviyda fazilati to'g'risida tushunchalarni beradilar va ertasi kuni Madina Munavvara bo'ylab ziyoratga chiqiladi. Albatta bu ziyoratimiz avtobusda chiqiladi va birinchi Qubo masjididan ziyoratni boshlanadi. Qubo masjidiga borib, kelakat namoz o'qishgandan keyin keyingi ziyoratgohimiz Uhud maydoni bo'ladi. Uhud maydoni bu tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan, Uhud jangi sodir bo'lgan maydon hisoblanadi va Uhud maydonida Uhud tog'i joylashgan va Uhud tog'ini bag'rida ana shu Uhudni jangida shahid qilingan 70 nafar erkak sahobiyni maqbaralari joylashgan, kamonchilar tog'i joylashgan. Buni tarixini ellikboshlarimiz batafsil yoritib berishadi va qabr egalari haqqiga duolarni qilgan holatda safarlarni davom ettirishadi, ziyoratlarni davom ettirishadi va yo'lda Qiblatay masjidi, ikkita qiblali masjidni ziyorat qilishadi. Bu Qiblatay masjidda qibla o'zgarish voqeasi sodir bo'lganligi uchun mana shu masjidga nisbatan ikkita qiblali masjid nomi berilgan. Va bundan so'ngra Xurmozorga tashrif buyurishadi. Xurmozorda xurmo daraxti qanday meva berishligini o'z ko'zlari bilan ko'rishadi va xurmolardan sotib olishadi xohlovchilar bo'lsa va bozorni ko'rib chiqishadi. O'zlarida xurmo haqida, xurmo mevasi haqida va u yerdagi bozor haqida ozgina bo'lsa ham tushuncha olib, hadiya sovg'alar olib, u joydan chiqiladi va Qur'on bosmaxonasiga boriladi. Qur'on bosmaxonasi bu Madina Munavvarani chetida joylashgan bosmaxona bo'lib, u yerda dunyodagi eng katta Qur'on chop etiladigan bosmaxona joylashgan va bu joyga borilgandan keyin ziyorat qilib, bittadan Qur'on hadiyalarini olgan holatda u joyni ham tark qilishadi va ziyoratlar shu bilan nihoyasiga yetadi. Ya'ni Madina Munavvarada bo'lgan ziyoratlar o'z nihoyasiga yetadi. Keyin tartib bilan ellikboshlarimiz aytib borishadi, erkaklarni alohida va ayollarni alohida Ravza-i Mutahharaga olib kirish ishlari bajariladi. Vaqtlarini aytishadi. O'zlari bosh bo'lgan holatda birga olib kirishadi. Va Ravza-i Mutahharaga kirib, u yerda Ravzani fazli to'g'risidagi fazilatli bo'lgan muqaddas joylarning fazilatini ellikboshlarimiz aytib borishadi. U yerlarda nima qilishlik tushunchalarini berishadi va shu bilan Madina Munavvaradagi ziyoratlar o'z nihoyasiga yetadi va ertasi kuni Makka mukarramaga umra uchun yo'lga chiqishdan oldin uni ta'limotlarini, ko'rsatmalarini berishadi. Ertasi kuni Madina Munavvaradan mehmonxonadan g'usl qilgan holatlarida, ihromga kirgan holatlarida ihrom kiyimlarini kiyib, miqot tomonga, Zulhulayfadagi miqot tomonga avtobusda yuklarini olgan holatlarida yo'lga chiqishadi va Zulhulayfadagi miqotda to'xtab 2 rakat namoz o'qib, umra uchun niyatlarni qilib yo'lda davom etishadi. Ana shu Zulhulayfada miqotdan boshlab ziyoratchilarimiz ihromga kirgan hisoblanishadi va shu safarlari 6-7 soat vaqtni o'z ichiga olib Makka mukarramaga yetib
borishadi. Makka mukarramaga yetib borishganidan so'ng mehmonxonada bizni xizmatchilarimiz, ishchi guruhlar ularni kutib olib, mehmonxonaga joylashadi va mehmonxonada oziq ovqat bilan ta'minlashadi. Kechki ovqatni tanovvul qilishgandan so'ng ellikboshilar ishtirokida vaqtni belgilab pastga tushishlikni aytishadi va pastga tushilgandan keyin umra amalini qolgan qismini bajarishlik uchun Masjidil Harom tomonga yo'lga chiqishadi. Qolgan amallari bu tavof amali, sa'y qilishlik Safo Marva orasida va soch oldirishlik. Mana shu amallarni imom boshchiligida, ellikboshi boshchiligida bajarganlaridan so'ng ular ihromdan chiqqan hisoblanishadi va mehmonxonadagi tomonga yuzlanib, oddiy kiyimlariga ihromdalik holatida mumkin bo'lmagan ishlarni qilishlari ularga mumkin bo'ladi va mana shuni qolgan 10 kun davomida oddiy kiyimlarida yurishlari mumkin bo'ladi va xohlagan xushbo'yliklarni ishlatishlari, surtishlari mumkin bo'ladi. Bemalol sovun, shampun, shunga o'xshagan narsalarni bemalol ishlatishaveradi. Faqatgina ihromdalik holatlarida mana shu narsalar mumkin bo'lmay turadi xolos. Savdo sotiq ishlari bo'lsa, magazinga borib, ularni ham bemalol bajarishaveradi. Atir upalarini bemalol surtishaveradi va qolgan amallarini bemalol bajara olishadi. Qolgan kunlarini Masjidil Haromda ko'proq namoz o'qishi bilan, ibodat qilishlik, tavof qilishlik bilan, zikr, tasbih, Qur'onlar o'qishlik bilan o'tkazishga haris bo'lishadi va buni qiziqtiruvchi, bunga ko'rsatma beruvchi ellikboshlarimiz ularga bosh bo'lib shu amalni birgalikda bajarishadi. Makka mukarramada chog'larda ham vaqtini aytib, Makka ziyorati degan ziyoratimiz bor. U ziyoratimiz o'z ichiga muqaddas vodiy, Arafat vodiysini o'z ichiga oladi. Arafat vodiysiga borib, Arafat vodiysidagi Rahmat tog'ini ziyorat qilishadi. Bu yerda ozgina suhbat qilib, vatandoshlarimiz haqqiga duolar qilishadi, duo xayrlar qilishadi. Yo'l-yo'lakay Savr g'ori, uni fazli, fazilati haqida suhbat qilinadi va yana Arafat vodiysidan chiqqanlaridan keyin Muzdalifaga hojilarimiz haj amallarini qilish jarayonlarini tushuntirib ketishadi. Hajga kelganda qanday amal qilinadi, qaysi joylarda bosib o'tilinadi, qayerlarda tunaladi, ularni batafsil ellikboshlar mana shu ziyorat davomida tushuntirib o'tishadi. Muzdalifani tushuntiriladi, keyin Mino vodiysi va Mino vodiysidagi Jamorot, shaytonga tosh otilinadigan 3 ta o'rin bor. Mana shu joylar tushuntiriladi va Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalomni qurbon qilmoqchi bo'lgan o'rinlarini ko'rsatib o'tishadi va yana bundan tashqari Nur tog'idagi joylashgan Hiro g'orini ham tushuntirib o'tishadi va o'sha joydan o'tganda ko'rsatib, u tarix haqida so'zlab berishadi va so'ngra Jannatul Mualloh Hadisha onamizni qabrlar joylashgan bu qadimiy qabriston oldidan o'tganda bularni ham tushuntirib qayerda joylashganligini va kimlar u joyga dafn qilinganligi va uni fazilatlari to'g'risida aytib o'tishadi va Jin masjidi bor va Masjidi Shajaro, daraxt masjidi bor. Bularni ham batafsil ellikboshlarimiz mana shu ziyorat davomida tushuntirib aytib o'tishadi. Shu bilan Makka ziyorati ham o'z nihoyasiga yetib, mehmonxonaga yetib kelishadi. Bundan tashqari bu 10 kun mobaynida Jidda shahrida joylashgan Qizil dengizga sayohat bo'ladi. Bu sayohat firma tarafidan tashkil etiladi. Avtobusda borib, avtobusda kelinadi. U yerda kemalarga chiqiladigan joyga birinchi boriladi. U yerga kemaga ixtiyoriga qarab turib chiqib, 1,5 soat mobaynida dengizda yurib, yana qaytib quruqlikqa chiqib, undan keyin ikkinchi bor avtobus to'xtaydigan joyi sohil bo'ladi. Bu joyda dengizga chiqilmaydi, kemaga chiqilmaydi, faqat dengiz, ochiq dengizdan bahra olinadi. Uni suvidan, havosidan, shabodasidan bahra olgan holatlarida Qizil dengiz sayohatini ham o'z nihoyasiga yetkazib, yana mehmonxonaga qaytib kelishadi. So'ngra mana shu qolgan kunlarini Masjidil Haromga qatnashlik bilan o'tkazishadi. Albatta, u yerda mehmonxonada 3 mahal o'zbek milliy taomlari bilan ta'minlanishadi. Bemalol qaysi vaqtda Masjidil Haromga borishsa, nonushtalarda tanovul qilgani ulgurib kelishadi. Mehmonxonani oldida 24 soat avtobuslar turadi. Xohlagan vaqtlarda, xohlagan namozlarga boraman desalar, mehmonxonani eshigini tagida avtobuslar xizmatda turadi. Albatta, avtobuslar xizmati bepul bo'ladi. Mana shu Makka mukarramadagi 10 kunlar tugagandan keyin belgilangan vaqtda Jiddadagi aeroportga
50 boshli hamrohida safar qilishlik uchun, ya'ni o'z diyorimizga qaytib ketishlari uchun yo'lga chiqishadi. Jidda bilan Makka mukarramani orasidagi masofa 1,5 soat. 1,5 soatga yetib yetmasdan Jiddadagi aeroportga yetib boriladi va u yerda 50 boshilar tomonidan zamzam olib, har bitta ziyoratchiga bittadan 5 litrdan tarqatiladi. Bu firma tomonidan hadya o'laroq beriladi. Va asta-sekinlik bilan registratsiya ro'yxatdan o'tish stoliga borib, bagaj yuklarini topshirishadi. Qo'l ruchnoylarni o'zlari bilan birga olishadi va shu bilan Farg'ona aeroportiga, xalqaro aeroportiga yoki bo'lmasa Toshkent xalqaro aeroportiga qaytib kelishadi. Shu safar jarayonlari shundan iborat bo'ladi. Ozgina bo'lsa ham sizlar uchun safar haqida tushuncha bergan bo'lsak, albatta biz mamnunmiz.